Abduqodir Husanov Manchester City'da qancha maosh oladi? Turli manbalarga ko'ra, Husanovning maoshi haftasiga $100,000 dan oshadi. Hisoblab ko'rsak, bir yilda $5 million dan ko'proq. Bir oyda taxminan $450,000. Bir haftada $100,000 dan ortiq. Bir kunda qariyb $15,000. Bir soatda $600 dan ko'proq. Bir daqiqada esa $10 dan ortiq. Tasavvur qiling, Abduqodir Husanov bir soatda ko'pchilik bir kunda topadigan puldan ham ko'proq daromad qiladi. Bu endi oddiy daraja emas. Bu Manchester City futbolchisi darajasi. O'zbekistondan chiqqan yigit bugun butun dunyoni hayratda qoldirmoqda. Abduqodir uchun like bosishni unutmang. Abduqodir Husanov Manchester City'da qancha maosh oladi? Turli manbalarga ko'ra, Husanovning maoshi haftasiga $100,000 dan oshadi.